Bunaqa somsalarni hali hech qayerda ko'rmagansiz. Somsani bir xil tugurmasdan keling ozgina yengillik kiritamiz. Bugun sizlarga yana 3 xil noodatiy tugish usullarini ko'rsataman. Faqat videoni diqqat bilan ko'rishingiz talab qilinadi. Xamirni tayyorlanishiga alohida to'xtalmadim, sababi ideal qat-qat xamir tayyorlashni barcha sir-asrorlari bilan alohida video qilib qoldirganman. Sahifamdan topasiz. Nachinkasi uchun esa go'sht, piyoz va svetofor bulg'oridan foydalandim. Juda ham sochni chiqadi. Endi somsani tugilishiga kelsak, deyarli 3 xil tugilish ham bir-biriga o'xshab ketadi. Faqatgina biroz gullarning shaklida farq qilishi mumkin. Buni og'zaga tushuntirish qiyin bo'lgani uchun barchasini videoda to'liq ko'rsatib berishga harakat qildim. Shunchaki diqqat bilan ko'rib, ketimdan takrorlasangiz bo'ldi. Somsa kumur-kumur bo'lib chiqishi uchun listni tagiga pergament solmasdan pishiraman. Va listim duxovkadan doim shu ahvolda chiqadi. Lekin menda Bavi bor, nima g'amim bor. Ortiqcha kuch ham talab etmaydigan 100% natijaga ega Bavi super очиститель bilan ishim yana ham oson. Bor yo'g'i 2-3 daqiqa kifoya. Siz ham albatta sinab ko'ring. Somsa ham tayyor, list ham top-toza.